Sizlar bilan Sadi TV kanalidan Sodirjon. Sizlarga imzo kompaniyasi sifatli ish deraza romlari haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz Namangan viloyati Chustda juda ham katta chiroyli ob'ekt. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli ish deraza romlar kerak bo'lsa, bog'langlar. Chiroyli qilib beramiz. Bizga kutash davom etinglar. Video ma'lumot berish boshlayman. Ko'rib turgan obyektimiz juda ham chiroyli. Bu yerda termo 78 eshik, 6 metr rom, orqa tomonda termo 65 eshik ham ishlagan. Ma'lumotimizni katta vitrajdan boshlaymiz. Endi keladigan bo'lsak 260 atrofida, bo'yi ham 260 atrofida ko'rishlar mumkin. Splashnoy energiya tejovchi oyna qo'yilgan. Ochilishi tashqariga ochilganini ko'rishingiz mumkin. Stupna kompaniyasi ruchkasi hamda bu yerda 4 ta petla ishlagan. Petlarimiz italyanskiy. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, Italiya mana yozuvi ham bor. Agar ko'ringan bo'lsa, sizlarga italyanskiy qo'yilgan. Nimaga 4 ta? Sababi mana og'irligini ko'tarish uchun. Asli 3 ta ham ko'taradi, lekin 4 ta ham qo'yilgan. Xo'p, bu yerda lapshalar ishlatilgan. Nima uchun lapsha qo'ydik? Yana ham baquvvat va chiroyli bo'lsin. Mana ustunlar qalin bo'ladi. 1 kvadrat metr 280-270 dollar atrofida chiqadi termo 78 lar. Tashqariga ochilishi yana ham chiroyli, avvalgi holatda ochilish yopilishi. Shu o'rinda ma'lumot, eshik 220 dan oshgandan keyin tepasi o'sha ma'lum bir masofada o'ynaydi. Mana mana shu tomonda mana qattiq ochilish yopilishini ko'rdinglar. Chek. Yana ham tepasi mana ruchka tepa qilinadi, tortiladi. Ya'niki tepa pastda mexanizm bor. Mana bu yerda mana birinchi mexanizm, ikkinchisi, uchinchisi. Mana bu yerdagi zatsep, mana zatsep mana uni tortadi. Shunda issiq sovuqlikka chidamli bo'ladi. Mana xona ichidan bekitganda mana ko'rishingiz mumkin, tepaga qilganda mana tortiladi. Juda ham zo'r holatda. Ochilish yopilishlari ideal, tashqari zo'r ko'rinib turibdi. Bu yerda romlar hammasi bir xil. Bitta romni ko'rsataman va o'sha rom bo'yicha hammasi ketgan. Romlar mana bo'ylari 187, enisi ko'rishingiz mumkin 197, ikkita chek ochilish. Roto Lux germanskiy qora ruchka ochilish yonga, Divano mexanizm bor, Fornax 6 metr romlarni ko'rishingiz mumkin. Liniyasi bo'ladi. Divano mexanizm ochilishi. Bu tomon yonga abishni ochiladi. Divano bir tomonda divano, bir tomonda abishni bo'lgan. Rom katta ochilishi, mexanizmlar, ustunovkalar xudo xolisa chiroyli bo'lgan. Bu yerda rom katta bo'lganligi uchun mana ko'rishingiz mumkin, ikkita chekkadan, tepadan, bu yonlardan nima berganmiz. O'sha rom qimirlamasligi uchun yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman, mana ko'rishingiz mumkin. Hop, rom lambalamasligi uchun va penalar to'liq sepilgan. Shu o'rinda sizlarga bitta ma'lumot, eshik deraza rom qo'ydirgandan keyin 10 kundan 1 oygacha atkosni oldirib olinglar. Sababi penani quyosh yemirib qo'ysa, rom erta qimirlaydigan bo'lib qoladi. Hozir mustahkam turibdi, pena moshniy. Shu qumsuvoq orqasi atkos ichida qolsa, shu bilan izolyatsiya bo'ladi. Podekoniklarimiz 40 sm podekoniklar juda ham ideal holatda o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin, bu tomonda ham xuddi shunaqa. Hamma romlarning endi bo'yi pashti bir xil. Liniyalar qaralgan. Endi bu tomonda termo 65 eshigimiz tashqariga ochilish. Bu yer oshxona bo'lganligi uchun termoda ko'rishingiz mumkin. Mana xohlagan gradusda tepaga chiqsak bo'ladi mana. Eng katta ochilgan mana. Bu yerda ikkita chekkan ochib qo'ysa havo almashadi. Mana bu yer ochib qo'yilsa oshxonadan chiqqan o'sha hidlar tepadan zo'r tortadi. Panorama esa bemalol tashqariga ko'rsa bo'ladi. Eshiklarimiz ruchkasi Stupna kompaniyasi ruchka mexanizmi ochilish yopilishlari. Idealni bir qanotli eshigimiz, bu ham splashni holatda bo'lgan. Tashqariga ochilib, ertaga zinapaya bo'lsa, tashqari harakat bo'laveradi xudo xolasa. Qulflash mexanizmi ruchkani tepaga qilamiz, ruchkani orqaga buraymiz, shu bilan quplandi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bitta orqaga qilamiz, ruchkani orqaga qilsak, shu bilan mexanizm yopiladi. Yopildi, ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. Endi bu tomonda birinchi, ikkinchi etaj hammasi xuddi shunday. Endi hozir men sizlarga hammom eshigini ko'rsataman. Chempion eshik qo'yganmiz. Video ma'lumotida chempion eshik, bu yerda zerkala qo'yib berganmiz tashqi qismiga. Zerkala ichkari o'girib beramiz. Tashqari tomoniga esa mana bunaqa diamond oyna bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Zerkala nimaga? Ichkari splashnoy yorug'lik ham turadi. Chempion eshigimizda termo petla, termo zamok, mana termo petlasi ko'rasiz, qanaqa katta. Zamok. Mana ko'rishingiz mumkin. Ochilish yopilishi ham ideal, mana eshitdinglar. Juda ham zo'r holatda. Xo'p, chempionlar bir kamera, mana ko'rishingiz mumkin. Односторонний kamera, lekin hammomlarga zo'r tushadi. O'zim ko'rib turishingiz mumkin. Bu tomonda forchkalar qo'yilgan 6000 seriyadan. Endi ikkinchi etaj chiqib ko'ramiz. Ikkinchi etajga ham chiqib oldik. Ikkinchi etajda mana ko'rishingiz mumkin, deraza. Bu polni bir qator derazalar ketyapti hammasi. Bir xil hammasi ochib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Ochilish yonga 6000 trio hammasi. Bu esa ham yonga, ham divano mexanizm. Idealni. Nima uchun o'rtaga bo'g'in berdik? Mijozimiz o'rtaga shu bitta ustun tushsin dedilar. Ham chiroyli, ham lamballamaydi, ham o'ta baquvvat bo'ladilar. Mijozimiz takliflarini inobatga olgan holatda hammasi bir xil holatda mana ko'rishingiz mumkin. Tomda choklari, ko'rinishlari ideal. 6 metr 1 kvadrat metr o'rtacha 110-120 dollar atrofida chiqadi. Energiya tejovchi oynalar, podekonik plus minus xuddi shunaqa holatda ko'rinishi.
romlar juda ham idealniy tushgan. Tepa qismi, past qismida shunaqa e'tibor berdikki, tepadagi rom, pastdagi rom bilan bir xil liniya olib tushilgan hammasi. Hozir tashqari tomondan ham bitta ko'ramiz. Hozir mana ko'cha tomondan ko'rinishi, ko'cha tomondagi romlar xudo xolasa idealniy. Videomiz qisqacha bo'ldi, sababi bu yer hali remontlar bo'lib bitgandan keyin ham video obzor qilishga harakat qilamiz. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli ichki deraza romlar kerak bo'lsa, Sajid TV kanali doimiy aloqada 97 427 70 nomerimiz. Sizga davom eting.